Assalomu alaykum hammaga. Men Qoraqalpog'istondan keldim. Hajama Dilni 2 yildan buyon kuzatib kelaman. Yoshim 20 da. Ko'p bor men ham ikkilandim. Borsammi, o'qisammi deb, lekin Hajama Dilni kuzatib borib, hijamaga bo'lgan muhabbatim, bu kasbga bo'lgan muhabbatim oshib bordi. Ikkilanmasdan Allohga tavakkal qilib, Hajama Dilni, ya'ni Dilshod opani tanlab keldim. Kurs mobaynida bu ilmni o'rgatganlari uzoqdan kelganimga juda ham arziydi. Bu kursda hijomada faqat ayollar emas, qizlar ham o'qishi mumkin. Qizlarni ham bu kursga taklif qilib qolaman. Ustozga esa rahmat, bergan bilimlari uchun Alloh rozi bo'lsin. Men ismim Omina, yoshim 26 da. Hijoma ilmi hayotimdagi eng to'g'ri qarorlardan bo'ldi. 10 kun ichida ham meditsina tarafdan, ham tabobat tarafdan ancha ilmli o'zlashtirdik va bu hijomani bir necha bemorlarda sinab ko'rdim va mo'jizasini bildik. Hijoma ilmi oson davolash ilmi bo'lgani bilan foydasi juda ham samarali, natijasi juda ham katta bo'lar ekan. Bu narsani bu hijomani ichiga kirib o'zimiz bildik. Ustozimiz hamma ilmni sir-sinoatsiz, ochiq-oydin o'rgatdilar. Har bir gaplarida ilm, har bitta tavsiyalarida ilm bor edi. Rahmat kattakon, kelmoqchi bo'lganlarga, ikkilanib turganlarga tavsiya qilaman Hajama Dilda o'qishni. Men Toshkent shahrida Jasni klinikada ishlayman. Klinikamizda hijomaga talab katta bo'lganligi uchun Hajama Dil klinikasini tanladik. Bu yerda Dilshod opa orqali men o'z bilimlarimni, ko'nikmalarimni oshirdim. Ularga kattakon rahmat aytaman. Men shu sohada bo'lganim uchun eng qaraydigan narsam gigiyenaga, odamlarga bo'lgan munosabatni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. To'g'risi, meditsina taraflama yo'llashganlari undan ham ko'p a'lo bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin bergan ilmlariga. Ancha yillardan beri mana shu hijoma ilmiga qiziqib kelayotgandim. O'quv kurslarini ko'rsam Instagramda, ana muddati uzoqligi uchun ikkita yosh bola bilan xo'jayinim ham ruxsat bermas edilar-da. Hajoma Dilni ko'rib qolganimdan keyin qarasam 10 kunda o'sha hijoma ilmiga kirg'izib, o'zlari amaliyotlarni o'tkazib, anaqalarda klinikalarda zo'r o'rgatar ekanlar. Keyin Hajoma Dilni tanlab biz xo'jayinimlar bilan keldik. Mana 10 kun mobaynida yangi do'stlar orttirdim. Hijoma ilmini, zulu ilmini, oluvli massaj, chertma hijoma, hamma ilmlarni mustahkam o'rgandik. Amaliyot qo'lladik. Menga Dilshod opamlarni gigiyenaga rioya qilishlari, klientlar bilan chiroyli ishlashlari, hammasi yoqdi. Hamma bergan bilimlariga rozi bo'lsinlar. Hammamiz xursandmiz. Rahmat.